Siz bilan biz bu ishni qilmaymiz. Yoki qila olmaymiz. Odamlar nima qilishyapti, qarang. Uyma-uy yurib pul yig'ishyapti. Magazinga borib pul yig'yapti, ko'cha yuribdi, mahalla yuribdi, bozorlarda yuribdi. Qo'llariga bochka olishgan ihson yig'ib yuribdi. Nimaga ihson yig'ishyapti bu? Qayerda o'zi? Ahli giribpa mo'nqayn o'tamali qishloqda do'konlarda o'zlari to'xtatib, mana shu etib juda faol ishtirok etyapti, mana shu etib duo qilyapti. Tuzalib ketsin. Shunday bo'lsin, shunday. Aka bir duo bering. Tuzalib ketsin, sog' salomat kelsin nasib qilsa. Shunday. Bizlarda yugurib o'ynab yursin. Rahmat aka, ehsonlaringizga rozi bo'linglar. Akamiz ehson qildi. Biriga ming bersin nasib qilsa topganlar. Shunday bo'lsin nasib qilsa duo qiling. Sizga ham katta rahmat. Do'stlar, mana shu insonlar o'sha TikTokdagi mashhur bo'lgan O'zbek Taysonning qishloqdoshlari. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqangi saxovatgo'y inson bular. Nima uchun bunchalik mahallaning yigitlari oyoqqa turgan? Hammasi jon jahdi bilan nimaga harakat qilishyapti? Do'stlar, hali mehr oqibat o'rmoq. Hozir ushbu videolar tarqalgan Telegram gruppani admini menga murojaat qildi. Ma'lumot tariqasida aytib o'tyapti. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanida Rahmonov Elbek 1988-yilda Ko'kdala tumani Oltinboshoq MFida tavallud topgan. Hozirda akamiz Hindistonda, tashxisi saraton kasalligi. Hozirda akamiz sizlarning ko'magingizga juda muhtoj. Ihson qilishda, kontak qushishda, duo qilishda faol bo'lasizlar degan umiddamiz deb yozyapti. Bu tumanda biz bir necha bor ihson yig'dik. Bu birinchisi emas. Jigar sirrozi bilan xastalangan inson, 2 nafar insonga ihson yig'ildi va bu birdaniga ketma-ketlikda kelyapti. Qarang, bir qishloqda ihson yig'ilyapti, keyin yana bir bemor, keyin yana bir bemor. Shuning uchun sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Imkon darajasida mana shu akamizga qo'ldan kelgancha ihson qilasizlar degan umiddamiz. Albatta, mana shu sizning qilayotgan ihsoningiz sabab Elbek akamiz oyoqqa turib ketadigan bo'lsa, sog'ayib ketadigan bo'lsa, bundan ortiq baxt bormi? Bir insonni hayotga qaytishiga, sababchi bo'lishiga sizda imkoniyat bo'lsa, siz bu imkoniyatdan foydalanmaysizmi? Albatta foydalanasiz. Imkoni boricha, qo'ldan kelganicha mana shu kartalarga ihson qiling. Ihson qilishda faol bo'ling, do'stlaringizga yuboring. Mana shu videoga like bosib, kommentariy yozib, namozlaringizda duo qilib qo'ying. Hali bizda mehr oqibat yo'qolmadi. Hali biz bir-birimizga e'tiborsiz holatda bo'lmadik. Hali bizda mehr oqibat bor ekan, saxovatli insonlar bor ekan, mana shu bemorlar shu holatcha qolib ketmaydi. Yoki kasalligiga davo izlab, davosi bor kasallikka mablag' yig'olmasdan qolib ketmaydi. Albatta qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddamiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Assalomu alaykum qishloqdoshlar, qarindoshlar, aka-ukalar. Mana bugun biz Elbekjonning birinchi lecheniyasini oldik. Ximiya terapiyasi. Xudoga shukr, hozircha yaxshi. Faqat sizlarning yordamlaring bilan ham qishloqlar, ukalar, erta yana lecheniyasi bor, 15 kundan keyin yana ximiya terapiya olamiz. Inshaalloh u bilan yaxshi bo'lib ketadi. Doktorlarimiz shunday deyishyapti. Bizga yordam bergan Farhod Asad, nima deymiz, bir yaxshi yigit. Bizga ketayotgan pulga 4200 dollarda, 4200 edi. Bizga yon bosib, yordam qilib, chegirmasi bor ekan, chegirma qildirib 3,5 mingga bizga ancha yordami tegdi. Nima deyman, sizlarga katta rahmat. Nasib qilsa to'ylaringda, yaxshi kunlaringda xizmat qilaylik. Xudo xohlasa, nasib qilsa boraylik. Xoh beramiz sizlarga ham bir. Xudo xohlasa. Nasib qilsa yaxshi bo'lib bormoqchimiz. Qishloqdoshlar, hammangizga ming rahmat. Boshqalarim, bolangizlarim, faqat xudo xohlasa.
judayam xursandman. Mana gapirgani ham holim yo'q edi. Xudoga shukr, bitta himyam anam ancha yaxshiman. O'zimga kelib qoldim. Xudo xohlasa himyamiz tegadi. Endi kvartiraga qarab javob oldik. Sizlarga ming rahmat. Boshim tekkuncha ta'zim qilaman.